Sizlarga o'tgan kunlar, o'tgan hafta va'da qilingan marhamat o'sha arkka qora rasvetkasi ham va nihoyat keldi. Ya'ni men noto'g'ri zakman qaranglar, riski oq. Ya'ni tegidi yorgani bunaqa poloskasiga o'xshab. Ya'ni o'sha menga adashib bunaqa xaki rangi kelib qoluvdi. Lekin mana qorasini ham olib keltirdi o'sha zakaz egalariniki. Qaranglar, yozuvlari ham qorada, ya'ni вообще minimal ko'rinishga olib kelingan, poshnalari ham, ip o'tkazadigan iplari ham, mana bunaqa iplari ham va orqa tarafdagi hamma detallari setkasi, lekin radikalniy reski A hamda radikalniy mana tagidagi qismini oqligi oyoq kiyimi ham bir noodatiy ko'rinishga olib kelgan. Xo'p, oyoq kiyim kompaktniy ko'rinadi, qo'lda ham, oyoqda ham, xudo xolisa va yumshoq, bukiluvchan. Mana bu knopkalari ayniqsa yaxshigina bosilyapti. Endi bu siz emas, naborot yerni masaj qiladi, lekin yumshoqligini shundan ham his qilsa bo'ladi. Qo'lingizga olganingizda bosib ko'ring. Yaxshigina yumshoq ekan, $100 dan ozgina balandroq chiqdi. Ushbu rasvetkasi aniqrog'i $109 dan sotildi. Hattoki kichkina razmerlari $89 dan ham sotildi. Kattaroq razmerlari $110 atrofida sotildi. Tekstil boshqa brendlarga qaraganda ancha tekstil bilinyapti. Stilkasi klassik stilka. Mana qaranglar, stilkasidan ham bilsanglar bo'ladi. Shu oyoq kiyim qanaqadir uskiroq qolipga ega, mana qaranglar. Va menga yoqdi, endi meni tipimdagi oyoq kiyimda ekan, ya'ni menga mana shunaqa uskiroq oyoq kiyim yoqadi va yana bitta noodatiy narsa mana bu tili o'ziga biriktirilgani va noodatiyligi mana bunaqa teparoq chiqqani qaranglar. Odatda til mana bunaqaroq bo'ladi, sal kesilgan bo'ladi, bunda bo'lsa mana bunaqa teparoq chiqqani. Tavsiya qilamiz, marhamat, qora rasvetkasini sizlarga olib keltirdik, zakaz egalariniki.